Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turgan akalarim. Akalar bizga Gentra mashinasini olib kelishdi. Akamizni korobka yog'larini almashtirib beryapmiz. Eskisini polni to'kib tashlab, kompressorlab yangi yog'lar quyib beryapmiz. Mana akalar eskisini holatini ko'rishingiz mumkin. O'ta suyuq bo'lib ketgan, umuman jeri ham qolmagan akalar. Akalar o'z vaqtida almashtirish tavsiya qilamiz. Bunaqa qilib suyuq qilib olib yurmanglar. Korobkalaringiz ancha ziyon akalar, qimmatga tushadi. Hop, akamizni ham hozir bonusiga motorlarni chiska qilib, karcher o'yinimizga qo'shib qo'yyapmiz akalar. Hop, 97 tami bo'pmiz akalar. Xudo xolasa 100 ta bo'lsa, 100 ta bo'lsa, ertalarga o'ynab olamiz. Birinchi karcherimizni akalar padarka qilamiz, ikkinchisini 150 ta bo'lganda padarka qilamiz, uchinchisini 200 ta bo'lganimizda padarka qilamiz akalar. Akalar, mana korobkamizga solib boryapmiz. Mana 94 ta bo'pti. Shoshilib qolinglar akalar, fursat qo'ldan boy bermanglar akalar. Zo'r sovg'alar sizlarga bo'lishi mumkin. Chista addoshi Shopir akalarimiz uchun padarka qilyapmiz. Hamma yog'lardan bor, original sifatli brend yog'lardan bor akalar. Sifatiga o'zimiz 100% javob beramiz, garantiya beramiz akalar. Kesalaring chiroyli qilib xizmat ko'rsatib, ko'nglingizni qarab, aka chiroyli qilib ishlaringni bitirib beramiz akalar. Mana akamiz ham korobka yog'larini almashtiryapmiz. Videolarni yana qo'yib boramiz akalar.